hamda yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 44-moddasining birinchi qismi majburiy mehnatni taqiqlovchi asosiy prinsiplarni birini buzish deb hisoblanadi. Shu bilan birga bunday harakatlarni sodir etishda ayblanayotgan shaxsning aybdorligi yoki aybdor emasligi masalasini aniqlash mexanizmi, shuningdek xodimga nisbatan ushbu choralarni qo'llash imkonini beradigan asoslar mavjudligi ro'yxati keltirilmagan. Bundan kelib chiqadiki, har qanday xodim boshqa ishga o'tkazilishi yoki asossiz ishdan bo'shatilishi mumkin bo'lib qolish imkoniyati mavjud bo'ladi. Uchinchidan, qonun loyihasida tayzib va zo'ravonlikdan jabrlangan xodimlarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida ijtimoiy ta'tilni berish uchun asos deb himoya orderi deb keltirilgan. Amaldagi qonunlarimizda tayzib va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilarga himoya orderi faqat ayollarga hamda bolalarga ichki ishlar organlari tomonidan beriladi. Biroq mehnat va mashg'ulotlar sohasida ikkala jins vakillari faoliyat olib borishadi va ular teng huquqqa ega. Erkaklarga ijtimoiy ta'tildan foydalanish mexanizmining mavjud emasligi amaldagi bir qator qonunlarga zid bo'lib, erkaklarga nisbatan bevosita jinsiga qarab kamsitishni yuzaga keltiradi. Yuqoridagi konseptual savollar hurmatli deputatlarimiz tomonidan o'tgan safargi yalpi majlislardan ham berilgan edi. Qo'mita yuqoridagi masalalarni o'zgartirish kiritsa, qonun loyihasini konsepsiyasidan chiqib ketishiga, shu bilan birga amaldagi bir nechta qonunlarga prinsipial o'zgartirish kiritishga to'g'ri keldi. Hurmatli deputatlar, yuqoridagi bayon etilganlardan kelib chiqib, hamda Qonunchilik palatasining Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari qo'mitasi birinchi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasini ikkinchi o'qishda ko'rib chiqishga maqsadga muvofiq emas deb hisoblab, uni rad etish to'g'risidagi xulosaga keldi. Hurmatli deputatlar, qonun loyihasini rad etish to'g'risidagi qo'mitamizni batafsil xulosasi sizlarning e'tiboringizga planshetlarga joylangan. Shu maqsadda sizlardan mazkur qonun loyihasini rad etish to'g'risidagi qo'mita xulosasini ma'qullab berishingizni so'rayman. E'tibor uchun rahmat. Rahmat. Xulosa tarqatilganmi? Albatta. Hamma planshetlarga joylangan. Uchinchi qonun. Kimda qanday savollar bor? Savol shu ikkinchi o'qishda hozirgi aytgan masalalarni mana sal batafsil tushuntiring. Nahotki ikkinchi o'qishda shuni to'g'rilab konstitutsiya qonunlariga mos qila olmadinglar. Hurmatli spiker, ma'ruzamda aytib o'tganimdek, bu yerda bir nechta konseptual masalalar bo'ldiki, agar biz bu qo'mita tomonidan mazkur qonun loyihasiga o'zgartirish kiritadigan bo'lsak, qonun loyihasini konsepsiyasidan chiqishimizga to'g'ri keldi. Lekin biz konsepsiyasini qabul qilgan edik. Yoki bo'lmasa boshqa qonunlarga prinsipial o'zgartirish kiritish. Masalan, yana himoya orderiga qaytamiz. Himoya orderida faqatgina ayollarga va bolalarga berish nazarda tutilgan. Bu qonunda o'zgartirsak, ularni ham o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Himoya orderi o'z yo'lida boshqa ishga xodimni ruxsatsiz, roziligisiz o'tkazish degan masala bor edi. Buni yechim topganday bo'ladinglarki, u masalani olmasdan chiqarib tashlash. Eng asosiy bu yerda prinsipial masala shu xodimni roziligisiz boshqa ishga o'tkazish instituti bor edi, shu masala edi. Qolganlari uni kelishsa bo'ladigan masala edi. Nima tashabbuskor subyektlar ko'nmadimi? Xuddi shunday, bu bo'yicha ham bitta umumiy mahrajga kelishimiz qiyin bo'ldi. Tushunarli. Yaxshi, hurmatli deputatlar, kimda savollar bor? Qo'mita taklif etyapti, rad etish to'g'risida xulosa sizlarga tarqatilibdi, ma'ruzachimiz aytdilar. Nima deysizlar? Rad etish bo'yicha kimda qanday e'tirozlar bor? Biz reglament bo'yicha qo'mitani qarorini ovozga qo'yishimiz kerak. Marhamat, munosabat bildiringlar. Yana ko'ramiz, ham xalqni o'ylab chiqaradimikan? Qabul qilindi. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Hurmatli deputatlar, qo'mitamiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Mana biz mamlakatimiz. Hurmatli deputatlar, yana